Aka bo'shmisiz? Ketib bozor qilamiz. Rolisdan solib bering. Vallahi yaxshimi? Pul bering bir fleka. Beravering qarab. Ehsonga beryaptilar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Kim bilan turasiz endi uyda? Kvartirada bitta o'zim turaman. Farzandlardan bormi? Ajrashib ketgan. Shu ozgina maziz yo'qmi deyman-a? Ha, mazam yo'q edi. Rejam bor edi shunga. Maza hozir bo'lmay turibdi. Yursiz charchab qolasiz. Charchab qolaman. Alloh shifo bersin, otvaring. Necha pul bo'ldi boya gaplashmadigan? 30 ming. Voy ursin. Pulim qolmadimi mening? Kartangiz bormi? Qarang, meni ko'p ko'rasiz-ku, ertaga berib ketsam bo'ladimi? Bugun planim bajarolmadim. Voy kartam ham yo'q deb hozir hech kelishga ham, menimcha kartamda ham qolmadi. Ertaga tashlab ketaman men. Ko'p ko'rasiz-ku, bo'ladimi? Rozimisiz? Roziman. Rahmat. To'xtang, orqaga qayting. Mana qarang, nima yaxshilik qildingiz menga? Men sizni ko'p bozorda ko'rganim uchun shuni qilib, Menga ham yaxshilik qilib keldingiz. men ham yaxshilik qildim. Men bozorliklar hammasi sizga edi. Hammasini siz uchun qildim. Tushirib sizga bu. Mana 30 ming haqingiz aka. Kelishganimizda nima bo'ldi? Yig'lamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Alloh shifo bersin.